Assalomu alaykum. Bugungi ingliz tili grammatikasi darsimizda ingliz tili grammatikasining eng muhim mavzularidan hisoblangan subject pronoun va to be fe'li haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi sizlar bilan subject pronoun, ya'ni kishilik olmoshlar haqida gaplashib o'tsak. Subject pronoun, ya'ni kishilik olmoshlari gapda doim ega vazifasida keladi, ya'ni nomidan o'zi ko'rinib turibdi, subject bu ega degan ma'noni anglatadi. Asosiy fe'ldan oldin va gapning boshida keladi. Subject pronounlar demak personal pronoun, ya'ni kishilik olmoshlar hisoblanib, ular ikki turga bo'linar ekan, ya'ni singular and plural, birlikdagi va ko'plikdagi. Birlikdagi subject pronounlar bu bitta shaxslar uchun, plural subject pronounlar, ya'ni ko'plikdagi kishilik olmoshlari ikki va undan oshiq shaxslar haqida gapirilayotganda foydalanilar ekan. Demak, singular subject pronounlarga I, men, you, siz, he, she, it, ya'ni u degan olmoshlar kirar ekan. Endi he, she, itni farqi haqida gaplashadigan bo'lsak, we use he for a man or a boy. Demak, biz erkaklar yoki o'g'il bolalar uchun he olmoshidan foydalanar ekanmiz. Misol uchun, u mening dadam deydigan bo'lsak, situatsiyadan ko'rinib turibdi, biz erkak kishi haqida gapiryapmiz. He is my dad yoki he is my brother, u mening akam. Demak, o'g'il bolalar uchun he degan kishilik olmoshdan foydalanar ekanmiz. We use she for a woman or a girl. Demak, she ya'ni u degan olmoshdan, she olmoshidan biz ayollar, qizlar haqida gapirganimizda foydalanar ekanmiz. She is my mother, she is my sister, u mani oyim, u mani singlim deganda biz she olmoshidan foydalanishimiz mumkin ekan. We use it for a thing or an animal when we don't know its sex. When we talk about our pets or animals whose sex we know, we can use he or she. Demak, itdan jonsiz narsalar va hayvonlarni ko'rsatish uchun hayvonlar haqida gapirganimizda biz foydalanishimiz mumkin ekan. For example, misol uchun, it is my book, bu meni kitobim. Men jonsiz objekt haqida gapiryapman, shuning uchun uni ko'rsatishim uchun, u haqida gapirishim uchun man it olmoshidan foydalanyapman. Hayvonlar haqida, misol uchun, it is a bird, u qush. It is a lion, u sher. Demak, jonsiz predmetlar hamda hayvonlar haqida gapirganimizda biz it olmoshidan foydalanar ekanmiz. Agar biz o'sha hayvonni jinsini bilmasak, it olmoshidan, agar bilsak, he yoki she olmoshidan foydalanishimiz mumkin ekan. Endi plural, ya'ni ko'plikdagi olmoshlar haqida gaplashamiz. Plural pronounlarga we, biz, you, sizlar, they, ular degan olmoshlar kirar ekan. They'dan biz people, odamlar uchun ham, jonsiz predmetlar uchun ham, hayvonlar uchun ham foydalanishimiz mumkin ekan. Misol uchun, they are my books, ular mani kitobim. They are my sisters, ular mani opalarim. Yoki bo'lmasam, they are lions, ular sherlar. Ushbu so'zlarni haqida gapirganimizda biz they olmoshidan foydalanishimiz mumkin ekan. Misol uchun, mana birinchi mashqga e'tiboringizni qaratishingizni xohlayman. Demak, ikkita horse, ya'ni ot turgani uchun ular ko'plikda they olmoshidan foydalanilyapti. Uy objekt hisoblanadi. Demak, biz qaysi olmoshdan foydalanamiz? It olmoshidan foydalanishimiz mumkin. Qizcha turibdi. Qizcha uchun biz she. Odamlar yuguryapti. Odamlar ko'plikka o'tgan. Demak, ular they. Man uchun, ya'ni erkaklar uchun he. Qo'g'irchoq dog uchun biz jonsiz bo'lgani uchun it olmoshidan foydalanishimiz mumkin ekan. Endi keyingi slaydda sizlar bilan to be fe'li haqida gaplashamiz. Demak, to be fe'li 3 xil ko'rinishga ega ekan. Ular am, is, are. Ushbu 3 ta ko'rinish to be fe'li hisoblanib, subject pronounlar bilan turli xil usulda moslashar ekan. Misol uchun, I subject pronoun bilan
biz faqatgina am to be fe'lidan foydalanishimiz mumkin ekan. He, she, it birlikdagi subject pronoun bilan faqatgina biz is to be fe'lini moslashtira olar ekanmiz. We, you, they olmoshlari bilan esa are to be fe'li moslashar ekan. Demak, to be fe'lidan so'ng biz nounlardan, ya'ni otlardan, adjective, ya'ni sifatlardan, verb, ya'ni fe'llardan foydalanishimiz mumkin ekan. Misol uchun, I am a teacher. Man o'qituvchiman. Demak, to be fe'lidan so'ng biz noundan foydalana oldik. Yoki bo'lmasa, he is clever. U aqlli. Ko'rib turibsiz, demak to be fe'lidan so'ng men adjectivedan foydalana oldim. Yoki bo'lmasa, we are watching TV. Biz televizor ko'ryapmiz. Demak, watching bu verb hisoblanib, to be fe'lidan so'ng men verbdan ham foydalana oldim. Demak, ko'rib turganingizdek, men to be fe'lidan so'ng nounlardan, adjectivelardan va verblardan ham bemalol foydalana oldim. Ana endi sizlar bilan to be ni 3 xil strukturasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ular affirmative, ya'ni darak ko'rinishi, negativ, inkor ko'rinishi hamda interrogativ, ya'ni so'roq formalarini ko'rib chiqamiz. Affirmativ, ya'ni darak ko'rinishi qanday holatda yasaladi? Darak ko'rinishida subject, ya'ni subject pronounlari gapni boshida kelib, undan so'ng to be olmoshidan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. I am, you are, he is, we are strukturaga ko'ra yasalgan. Endi ko'rib turganingizdek, long form hamda short formga ham bo'linar ekan. Long formdan biz formal holatlarda, short formdan bo'lsa informal, ya'ni norasmiy holatlarda foydalanishimiz mumkin ekan. Misol uchun, essay yozayotganimizda biz I am, you are kabi qisqartmasiz yozamiz. O'zimiz uchun, misol uchun, xatlar yozayotganimizda, do'stlarimizga not qilayotganimizda, informalniy holatlarda, norasmiy holatlarda biz qisqartirilgan ko'rinishda foydalanishimiz mumkin ekan. Negativ, ya'ni inkor ko'rinishi. Ya'ni inkor gaplar qanaqa bo'ladi? I am not a teacher. Man o'qituvchi emasman. Inkor qilyapman. Man inkor qilyapman ushbu situatsiyani. Yoki u baland emas. Uni bo'yi baland emasligini men aytib o'tyapman. Yoki u musiqa tinglamayapti. Ushbu gaplar negative sentence, ya'ni inkor gaplar hisoblanadi. Endi inkor gaplarda biz subjectimizga, ya'ni egamizdan so'ng to be fe'lidan, ya'ni am, is, are uchala ko'rinishdan hamda ularga not qo'shilgan formasidan foydalanishim mumkin ekan. I am not, you aren't, he isn't. For example, misol uchun, he isn't my brother. U meni akam emas. It isn't my dog. U mening kuchugim emas. Demak, negativ ko'rinishi ushbu struktura orqali yasalar ekan. Keyingisi interrogativ, ya'ni so'roq shakli. So'roq gaplarda to be gapni boshiga chiqib olar ekan, ya'ni subjectdan ham oldinda kelar ekan. To be plus subject va question mark so'roq belgisidan foydalanamiz. Are you a teacher? Siz o'qituvchimisiz? Yoki is it your dog? U sizni kuchugingizmi? Are they your friends? Ular sizni do'stlaringizmi? Demak, interrogativ so'roq formada doim to be gapni boshida kelar ekan. Endi short answer, ya'ni shu so'roq gaplarga bizga biror bir savol berilganda biz qisqa javoblardan foydalanishimiz mumkin ekan. Are you, ya'ni sizga savol berilayotgan bo'lsa, situatsiyadan kelib chiqqan holatda siz o'zingizga savol berilayotgan bo'lsa, yes, I am. Agar sizni oldingizda sheriklaringiz bo'layotgan bo'lsa, yes, we are olmoshidan foydalanishingiz mumkin ekan. Agar sizga berilayotgan savolga inkor javob beradigan bo'lsangiz, no, I am not, no, we aren't strukturasidan foydalanishingiz mumkin ekan. For example, are you a nurse? Siz hamshiramisiz? deb savol berildi. Agar siz hamshiraman demoqchi bo'lsangiz, yes,
I am yo'q hamshira emasman. Siz no, I am not deb javob berishingiz mumkin ekan. Endi is he, is she, is it kabi savollar berilayotgan bo'lsa, ya'ni u seni dadangmi, u seni singlingmi, u seni uyingmi ko'rinishidagi savollarga siz savol subject pronoun, ya'ni o'sha olmoshga qarab turib javob berar ekansiz. Misol uchun, is he your teacher? U seni o'qituvchingmi? Agar ha meni o'qituvchim demoqchi bo'lsangiz, yes he is. Yo'q, u meni o'qituvchim emas deb qisqa javob bermoqchi bo'lsangiz, yo'q unaqa emas demoqchi bo'lsangiz, no he isn't strukturasidan foydalanib javob berishingiz mumkin bo'lar ekan. Are they, are we, ular seni do'stlaringmi? Biz masalan biz televizor ko'ryapmizmi deb savol berilganda, demak ushbu olmoshlarni qaytarib foydalanishimiz mumkin ekan javobimizda. Misol uchun, are they playing football? Ular futbol o'ynashyaptimi? Ha, ular futbol o'ynashyapti. Ha, shunaqa deb javob beradigan bo'lsak, demak yes they are ko'rinishida yo'q unaqa emas deydigan bo'lsak, no they aren't deb javob berishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi slaydda demak ko'rib turibmiz, olmoshlar va ularga tenglasha oladigan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Demak, asosan olmoshdan biz takrorni oldini olish uchun foydalanamiz. Ya'ni misol uchun, Lola is my friend. Lola mani do'stim. She is from England. U Angliyadan. Ya'ni men Lolani ikkinchi gapimda takrorlamaslik uchun shu olmoshdan foydalandim. Xuddi shu ko'rinishda misol uchun John he olmoshiga, dog it olmoshini o'rnida chair ya'ni stul jonsiz bo'lgani uchun it olmoshidan, Lola and I ya'ni Lola va men dugonalarimiz deganimizda we olmoshidan ozod and you ozod va siz sizlar ya'ni you olmoshidan, Nancy and Lily ular ya'ni ular ikki kishi, they olmoshidan the flowers gullar, they olmoshini o'rnida almashinib ishlatishimiz mumkin ekan. Yana bir ma'lumot berib ketmoqchiman. I olmoshi doim misol uchun Lola va men, oyim va men, singlim va men deganimizda ikkinchi o'rinda kelar ekan. Ya'ni my sister and I, my mom and I ko'rinishda. So'nggi slaydimizda sizlar bilan bugun jobs mavzusiga oid bo'lgan ba'zi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Policeman politsiyachi, doktor shifokor, nurse hamshira, teacher o'qituvchi, porter yuk tashuvchi, waitress ofitsiant qiz, waiter ofitsiant bola, painter rassom, postman pochtachi, singer qo'shiqchi, athlete gimnastik, dancer raqqos, secretary kotiba, baker novvoy. Ushbu so'zlarni yod oling va nutqingizda foydalaning. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat. Darsimiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.